Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men O'zbekistonlikman aka. Hozir shitga turist bo'lib, mehmon bo'lib keldim. Hozir yo'limni topolmayapman, qayerga borish bilmayapman. Men aka chegarachiga yetkazib, mehmonga kelsang, jo'ni topib qolsangiz, borib ko'rsatib qo'ying aka. Chegaraga mashina yaxshi bo'ladi. Qanaqa O'zbekistonga yetib bo'ladi? O'shanga O'zbekistondan kelib mehmon bo'lsangiz, biz tashab qo'yamiz-da chegaraga. Tamoynadan o'tib ketasiz. Yaxshi bo'ladi. Hozir pul bilan shu bo'lmanda. Ya pul biz beramiz bo'lsa, qancha pul kerak o'zi? Xohlasangiz men tashlab qo'yaman. Bo'ldi, o'tiringlar, mashina tayyor, tashlab qo'yamiz. Granitsaga chaypay olib mehmonga kelsang. Rahmat aka, dushira. Inson ekansiz aka. Men bloger edim aka. Qirg'izistondagi insonlarning mehr-oqibatini sinash uchun eksperiment olayotgan kameramiz bor. Uni Instagramingiz bormi aka? Instagram bor. Asli boy obuna bo'lganmiz akajon. Podpiska bo'lsa kerak. Hozir obuna qo'yman sizga qadar kam beraman. Bo'ldi mana. Aka men sizga gap yo'q akajonim mana aka. Короче, mana shu aka mana sizga men yordam berganingiz uchun 1 realni olaverasiz akajon. Kattakon rahmat. Nega bu? Bu menga просто yordam berganingiz uchun. O'zbekiston, Qirg'iziston. Addi shu rahmat, podдержка qilamiz.